Endi kompaniya o'sha registratsiya qilishimizdan oldin biz kompaniya ustavini tashkil qilishimiz kerak. Kompaniya ustavi shu aytganimdek asosan mana O'zbekiston holatida o'sha qanaqadir kelishilgan bir shablonlar bor. Shablonlarni olib, shunga kichik o'zgartirishlar kiritish orqali ustav tashkil qilinadi. Endi kompaniyani siz bordingiz, yagona darajada ro'yxatdan o'tkazishga topshirdingiz, ro'yxatga olindingiz. Demak, siz endi ro'yxatga olingandan keyin bu ma'lumot yagona daraja orqali davlat soliq xizmatiga, o'sha siz registratsiya bo'lgan hokimiyatga, organlariga va statistika qo'mitasiga yuboriladi. Va ular sizni paydo bo'lganingiz, yangi kompaniya tug'ilganligi haqida ma'lumoti bo'ladi. Va ularga doim hujjatlar va otchetlar sizni kompaniyangiz sog'lig'iga qanaqa, nima bilan shug'ullanayotgani haqida ma'lumot topshirish kerak. Va bu ma'lumotlarni vaqtida topshirmasangiz, shtraflar yoki bo'lmasam bir yomon bir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu narsani bilmadim deyish sizni hech qachon javobgarlikdan qutqarmaydi. Endi buxgalteriya savoli turadi. Agar siz kompaniya ochdingiz, biznesingiz kichkina, juda ko'p pul mablag'lari aylanmayapti. Bunda siz kompaniya ochgandan keyin ixtiyoriy kompaniyada direktor bo'ladi. Siz masalan asoschi sifatida shu kompaniyaga direktor bo'lib kirasiz va siz endi ishlovchi bo'lasiz shu kompaniyada. Ham asoschisiz, ham ishlaysiz. Yoki bo'lmasam direktorni tayinlashingiz mumkin kimgadir. Endi kompaniya kichkina bo'lsa, ko'p bizneslar kichkina kompaniyada buxgalter olishmaydi. Direktori o'zi buxgalteriya ham vazifasini yurg'izadigan bo'ladi va kompaniyani buxgalterlik otchetlarida xatolar, kamchiliklar bo'lsa, o'sha direktor o'zi javob beradi. Kompaniyangiz kichkinaligida buxgalterni to'liq olish tavsiya qilinmaydi. Nimaga? Chunki yaxshi buxgalterni to'liq ishga olsangiz, bu sizga arzonga tushmaydi. Hozirgi kunda yaxshi buxgalterlarning oyligi bir 7 milliondan bir 20 milliongacha, masalan 2022-yilda shunaqangi bir turadi. Shuning uchun eng qulay yo'li bu outsource qiluvchi buxgalteriya kompaniyalarga borish mumkin. Bu kompaniyalar sizga ma'lum bir pul evaziga shu buxgalteriyangizni yurg'izib beradi. Chunki sizda hozir boshida kompaniyangizda juda ko'p buxgalteriya hisobi yo'q va bu ishlarni masalan 2-3 kunda qilsa bo'ladi. Shuning uchun alohida buxgalteriya ofisida o'tirishi kerak emas. Yoki bo'lmasa qanaqadir tajribali buxgalterga borib, shu bizani ishlarga yordam bering deb so'rasangiz bo'ladi va bu sizga masalan 7-8 million, 10 million emas, 2 millionga tushishi mumkin. Taxmin aytaman, agar amaliyotlaringiz boshida kam bo'lsa. Keyin e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, siz shug'ullanmoqchi bo'lgan biznes turida litsenziyalar kerakmi? Bir qancha biznes turlarida litsenziyalar kerak. Masalan, biz 2005-yili shu avtomobil navigatsiyasi va GPS tracking biznesini boshlaganimizda bizda shu kartalar bilan ishlash qismi bo'lgan biznesimizda va bunda qarasangiz, demak litsenziya kerak. Litsenziya davlat masalan kartografiya qo'mitasi tomonidan berilardi va buni litsenziyani olmasdan siz biznes turini shug'ullana olmaysiz. Nimaga? Chunki bu noqonuniy bo'ladi. Masalan, litsenziya bilan shug'ullanadigan xizmatlar turlarini internetda bemalol topsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam Norma.uz saytlarida, yana bir qancha saytlarda litsenziyalashi majbur bo'lgan amaliyotlar bor. Bu amaliyotlarni ko'rib, o'zingizni qilayotgan biznesingiz litsenziya talab qiladimi, yo'qmi? Masalan, Muruntov yo Navoiyga borib oldin qazamoqchi bo'lsangiz ham, biznesingiz oldin qazishdan iborat bo'lsa ham, unga ham litsenziya kerak va litsenziya bo'lmasa siz bu ish bilan shug'ullana olmaysiz. Va litsenziyani o'sha turli xil organlar siz shug'ullanayotgan amaliyot turiga qarab beradi. Keyingi e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu avtorlik huquqlari va bu avtorlik huquqlari, agar siz IT kompaniya bo'lsangiz, dasturiy ta'minot ishlab chiqsangiz, buni intellektual mulk agentligida avtorlik huquqini olishni maslahat beraman. Nimaga? Chunki ertaga qanaqadir shu dastur bo'yicha muammoli savollar bo'lsa yoki bo'lmasam bunaqa holatlar ko'p bo'lgan xodimlar qanaqadir
kodni bir qismini olib ketib qolib, o'zi sizga raqobat bitta kompaniya tashkil qilsa, siz o'z huquqlaringizni shunda himoya qilishda sizni mana shu dasturiy ta'minotga avtorlik huquqlaringiz borligi yordam berishi mumkin. Keyin yana ko'p e'tibor berilmagan narsa, kompaniyalar paydo bo'lgandan keyin dizayner yollaydi yoki o'zligi logotip chizishadi kompaniyaga va bu logotip bilan registratsiya qilinmaydi. Registratsiya qilinmadi degani kimdir sizdan avval intellektual mulk agentligi sizni logotipingizni borib registratsiya qilsa, siz bu logotipni ishlash huquqidan mahrum bo'lasiz. Chunki kim birinchi bu logotipga shu huquqni registratsiya qilsa, siz shu huquqdan keyin boshqalar mahrum bo'ladi. Bu registratsiyalarni shu kompaniyalar qiladi yoki bo'lmasam intellektual mulk agentligining veb-saytiga kirib, qanaqa qilib bu registratsiya qilinishini bilsangiz bo'ladi. Bu registratsiya qilish juda oson, lekin masalan birinchi kundan qilish kerak bo'lgan narsa emas, lekin agar siz hisoblasangizki logotipga hozir juda ko'p investitsiya qilasiz, marketing investitsiya qilasiz, logotipni chizishingiz bilanoq buni registratsiya qilganingiz yaxshi. Chunki intellektual mulk agentligiga to'lanadigan summa logotip registratsiyasi uchun 1 millionga ham menimcha bormaydi hozir. Aytmoqchimanki, unaqa katta summa emas. Keyin yana bir muhim narsalardan bittasi, kompaniyangiz nomini kompaniyangizni registratsiya qilishdan oldin domenini tekshirib, domenni registratsiya qiling va bu domenni registratsiya qilishdan oldin hech kimga aytmaslikka harakat qiling. Chunki jamiyatda hozir kiber squatterlar ko'paygan, ya'ni sizni qanaqadir domen olmoqchiligingizni eshitsa, masalan, sizni kompaniyangiz Alfa Motor bo'lsa va www.alfamotor.uz domenini olmoqchi bo'lsangiz, buni eshitib ular olib qo'yishadi. U olish hozir qimmat emas, juda arzon turadi. Olib qo'ygandan keyin siz registratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, sizga sotishadi qimmatroqqa. Shuning uchun domenni ham registratsiya qilib qo'yishingiz kerak. Agar O'zbekiston kompaniyasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zida, agar global biznes tuzmoqchi bo'lsangiz, o'sha global boshqa domenlarda o'sha domenni olib qo'yishingiz kerak. Oldin har bir davlat o'zini davlatida registratsiya qilardi. Hozir bu narsa shart emas. Masalan, Workly kompaniyamiz bizani asosiy domeni Workly.io. IO bir chiroyli domen bo'lgani uchun o'zi Indian Ocean degan, Indiya okeani degan anaqa ma'noni bildiradi. Biz shu IO ni ishlatamiz. O'zbekistonda Workly.uz ham bor, lekin asosiy ishlatadigan domenimiz Workly.io. Shuning uchun siz com domenini olishingiz mumkin yoki boshqa domenlarni olishingiz mumkin. Eng asosiysi birinchi o'sha domenni registratsiya qilishga shoshilishingiz kerak. Endi kompaniya ochgandan keyin tadbirkorlarda savol bo'ladi. Qaysi bankni tanlashim kerak deb. Bank tanlayotganda hozir hamma banklar deyarli shu servis darajasi bo'yicha unaqa juda katta farq qilmaydi boshlovchi tadbirkorlar uchun. Chunki berayotgan asosiy xizmatlari, narxlari unaqa bir-biridan katta farq emas. Sizda endi boshlayotgan bo'lsangiz, tranzaksiyalaringiz ko'p bo'lmaydi. Shuning uchun bank tanlayotganda o'zingizga yaqinroq bank tanlang, borib kelish oson bo'lsin. Ikkinchidan tanlayotganda onlayn instrumentlar, ya'ni pul o'tkazish, pul qabul qilish yoki bo'lmasam o'sha web interfeysi qulay bank tanlang. Iloji bo'lsa mobil ilovasi bor bank tanlang. Mobil telefon orqali hisob raqamingizni ko'rasiz, hisob raqamingizdan pul o'tkazasiz, qabul qilasiz va bunda menimcha ko'proq shu raqamli banklar yoki zamonaviy banklar sizga yordam beradi. Ya'ni qanchalik bank avtomatlashtirilgan va qulay bo'lsa, uni ofisga borish qanchalik kam kerak bo'lsa, bu sizga shunchalik bankka xizmatlarini osonlashtiradi. Endi bank hisobini ochdik, domenni registratsiya qildik, kompaniyani registratsiya qildik. Kompaniyani registratsiya qilayotganda siz yuridik adresni ko'rsatasiz. Bu degani qayerdadir ofisingiz bo'ladi. Agar kompaniyani endi boshlayotgan bo'lsangiz, iloji boricha coworking markazlarida yoki bo'lmasam sizga tayyor infrastruktura beruvchi biznes markazlarida ochganingiz ma'qul. Chunki coworking markazlari yoki tayyor infrastruktura beruvchi biznes markazlarini bitta eng katta plus tarafi bu, siz masalan bitta ishchisiz, ikkita odam bo'lsangiz, sizni o'tirgan o'sha kreslongizga pul to'laysiz va o'tda siz ortiqcha elektrga yoki bo'lmasam gaz bilan shartnoma qilmaysiz, suv bilan shartnoma qilmaysiz yoki bo'lmasam ortiqcha masalan tozalashga farrosh ishga olmaysiz. Bu hammasi ichiga kirgan bo'ladi. Qorovul ishga olmaysiz. Sizga 24 soat
24 soat 7 kun xizmat ko'rsatadi. Internetga qo'shimcha pul to'lamaysiz. Ya'ni internet bu hamma narsasi mana shu zamonaviy coworking markazlari yoki bo'lmasam zamonaviy biznes sentrlar shu imkoniyatlarni hammasini bersa, siz faqat ish bilan mashg'ul bo'lasiz. Qilmoqchi bo'lgan ishingizni, startapingizga 100% fokus berasiz. Agar siz bo'sh joyda ofis ochsangiz, unda remontga yoki bo'lmasam o'tda qorovul ishga olish, tozalash va tozalashga yana bozor qilish, shunaqa narsalarga ko'p vaqtingizni ajratib qo'yishingiz mumkin. Endi shu joy oldingiz, endi ishchilar ovosi, birinchi ishchilarning ovosi. Ishchilar bilan shartnoma qilish qanaqa bo'ladi? Bu shartnoma formalari bor. Bu shartnoma formalarini tayyorini ishlatsangiz bo'ladi. Lekin eng muhim narsa, agar siz texnologik biznes qilayotgan bo'lsangiz yoki aql bilan ishlatadigan biznes qilayotgan bo'lsangiz, aql bilan bo'lmasa ham masalan sizda qanaqadir mijozlar bazasi yig'iladigan bo'lsa, har bir xodim bilan NDA hujjatini imzolash kerak. NDA hujjatini shablonlari internetda bor. Ularni ko'rsangiz bo'ladi. Biz ham shu darsimizni shu fayllar qismida shu kursimizni shu NDA hujjatlarini shablonini qo'yamiz. Bu NDA nima degani? Non disclosure agreement. Ya'ni ishga olinayotgan xodimni ertaga potensial raqobatdosh bo'lishidan himoya yoki bo'lmasam raqobatchilarga ma'lumotni sotishdan himoya. Bu degani konfidensiallik shartnomasi. Nima degani? Masalan, siz ishga olgan odam, uni sotuvchi qilib oldingiz yoki sotuv bo'limini boshlig'i qilib oldingiz yoki ishchisi qilib oldingiz. Sizni butun mijozlar bazangizni olib raqobatdoshga sotib yuborsa, unga yaxshi pul to'lashadi. Lekin sizni biznesingiz yopilib ketishi mumkin bo'ldi. Va buni himoya qilish uchun yoki bo'lmasam sizni qanaqadir bir sirlaringizni tashqariga chiqarib yubormaslik uchun yoki ertaga o'zi chiqib ketib sizga qarshi biznes ochmasligi uchun NDA hujjati mavjud va NDA hujjatiga qo'l qo'yiladi. NDA hujjatida shu xodimga, shu ishchiga agar borib raqobat kompaniyasi ochsa yoki bo'lmasam raqobat kompaniyaga ishlasa, qanaqadir bir jarimalar ko'rsatiladi va bu jarimalar ularni shu ishni qilishdan to'xtatadi yoki qo'rqitadi. Bu hujjat masalan bizning har bir kompaniyamizda har bir ishchi bilan eng birinchi qo'l qo'yiladigan hujjat hisoblanadi. Mana asosiy etaplarini aytdim. Kompaniyani registratsiya qilish, ochish va ish boshlash uchun keyingi darslarda endi qanaqa qilib birinchi xodimlarni ishga olish, ular bilan qanaqa kelishuvlar qilish, oyliklarni qanaqa berish, qanaqa xodimlarga qanaqa oylik bersa motivatsiyasi yuqori bo'ladi, qanaqa shartnomalar qilish ish mobaynida shular haqida gaplashamiz.